Lowell FPE 210 yo'l qurilish va yo'l tekislash va yirik infratuzilmalar uchun eng zo'r tanlov. Dvigatelimiz 6 silindrli 160 kW 803 litr hajmga ega. Texnikamizning orqa qismiga rixlitor o'rnatilgan. 5 ta tishdan iborat, oraliq masofasi esa 50 cm. Qazish chuqurligi 320 mm. Yoqilg'i sig'imi 340 litr. Gidravlika sig'imi esa 110 litr. Ballonlari Linglong 17,5 ga 25. Atvolimizning qalinligi 20 mm, uzunasiga 4270 mm, balandligi 630 mm, 360 gradus aylanadi. Bu yangi grederimiz menga juda ham yoqdi. Sababi hammasi odam uchun qilingan. Rullari o'zingizga to'g'rilab olsangiz bo'ladi, xohlaganingizcha. Salon вообще roskosh. Sideniyalarini ko'rmaysizmi? Pnevmada konditsioner, pechka, MP3, hattoki ventilyatori ham bor va 360 gradus bemalol yo'lni nazorat qilish imkoniyati ham bor. Bu texnikani Future Auto Salondan xohlang 100% to'lovga xarid qiling, xohlang Nasiya savdoga. Bizda barcha imkoniyatlar mavjud. Batafsil ma'lumot uchun nomeringizni kommentariyada qoldiring.